Xitoyning jazo lagerida ko'p sonliqli Uyg'urlar bo'lib, qozoqlarmi bor, o'zbeklarmi bor, qirg'izlarmi bor. Xitoydagi jazo lagerlariga milliondan oshiq Uyg'urlardan tashqari Sharqiy Turkistondagi minglab qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilgan. Qirg'iziston-Qozog'iston jamoatchiligi Xitoy siyosatiga qarshi aksiyalar o'tkazmoqda. O'zbek jamoatchiligi bundan chetda. Ammo bu Xitoydagi jazo lagerlarida o'zbeklar yo'q degani emas. Xitoydagi jazo lagerlarida qancha o'zbek bor? Bu savolga aniq javob yo'q. Qozog'iston, Qirg'izistondan farqli O'zbekistonda bu masala bilan hech kim shug'ullanayotgani yo'q. Istanbulda Sharqiy Turkiston musulmonlari himoyasi uchun o'tgan namoyish tashkilotchisi, Turkiyadagi Uyg'urlar jamoasi rahbari Abdulahid Sharqiy Turkistonda 300 mingga yaqin o'zbeklar yashashini, jazo lagerlariga joylashtirilgan o'zbeklar Uyg'urlar qatorida qiynoqqa, qayta tarbiyalanishga mahkumligini aytadi. O'zbeklar to'g'risida aniq bir ma'lumot chiqmadi, ammo Sharq Turkistonda yana az 300 mingdan ortiq o'zbek borligini bilamiz. Bu Xitoyning jazo lagerida hamma rayonda bo'lganligi uchun o'zbeklarning ham kesin tutilganligiga jazm qila olamiz. Ammo qanchalik son va uni mening ma'lumotim bo'lmaganligi uchun sizga bu to'g'ri bir narsa so'zlab beraman. Ammo Uyg'urlar qanday zulm chekayotgan bo'lsa, u yerdagi qirg'izlar, qozoqlar, o'zbeklar hammasi o'xshash Xitoyning zulmiga uchrayotdi hozir. Xitoyning jazo lagerida hozir 3 million Uyg'ur borligi dalil isbotlar bilan oshkorlandi. Bundan boshqa 500 ming qirg'iz, 750 ming qozoq borligi oshkorlandi. Mushundaq Xitoylar hozir butun Sharq Turkistonning umumiy rayonlarida Uyg'urlarni tutib, sulab, shu jazo lagerida har xil qiyin qistoq ishkencelar olib boryapti. Yana ular asosiy jihatdan shu o'zini millatidan uzoqlashtirib, xitoylashtirish siyosati yurgizish uchun ashulaga har kuni esa kommunist ideologiyasini o'gitib, Mao Zedongning, Leninningki nazariyalarini yodalg'izish orqali ularni shu ming yuvish operatsiyasini olib boryapti. Namoz o'qishni cheklayapti. Islomiy ibodat qilishning hammasi cheklangan. Hatto ba'zi xabarlar qaraganda to'ng'iz go'sht yegizayotganligi, cho'chqa go'sht yegizayotganligini angladik. Bu texnik ishnorlik bir ish. Aroq ichadigan ahvollar bor. Ro'za, Ramazon vaqtlarida kunduzlari tamoq yegizib aroq ichgan ahvollar bor. Abdulahad Erga ko'ra, Turkiy xalqlar ichida Uyg'ur va o'zbek kabi bir-biriga yaqin millat yo'q. Sharqiy Turkistondagi o'zbeklar aksariyati uyg'urlashgan. O'zbekistondagi minglab uyg'urlar o'zbeklashib ketgan. Deyarli bir millat. Sharqiy Turkistonda mustaqil xonlik qurgan Yoqubbek ham Sharqiy Turkistondagi so'nggi jumhuriyatga raislik qilgan Alixon To'ra Sog'unli ham o'zbeklardan edi. Ammo bugun bu tarixiy aloqalar, madaniy milliy uyg'unlik siyosiy sabablar bois unutilgan. Bizning Uyg'urlar bilan o'zbeklar aslida qozoqlar bilan qirg'izlar qaraganda eng yaqin qarindosh. Ya'ni 500 yilning oldida tarix qarasaqmi, qozoq, o'zbek degan, Uyg'ur degan ayrimchilik yo'qdi. Hammasi bir millat, bir davlat edi. Qaraxonlar davlatida xususan o'zbeklar bilan Uyg'urlar bir millat bo'lib yashagan. Yoqubbek badavlat Sharq Turkistonning Qashqaryo davlati qurdi, uni o'zbek aslida. Ammo shunga o'xshash tarixda bizning munosabatimiz bek yaqin bo'lgan. Lekin hozirda ahvol qaraganda O'zbekiston Xitoy bilan munosabatni buzmoq istamaydi herhalde. Shu jihatdan hech qanday bir bu to'g'rida Xitoyning bu jazo lager to'g'rida hech qanday ifoda bildirmadi. Ammo biz shuni chaqiriq qilamizki, O'zbekiston hozir yaxshi ilgirlash bo'layotdi. Burunqidan Islom Karimovdan keyingi siyosiy islohotda ko'p taraqqiyotlar bo'ldi. Uning uchun biz O'zbekiston hukumatidan shu ishga ko'ngil bo'lishni, Sharq Turkistondagi bu o'zbeklarni, Uyg'urlarni jazo lageridan qo'yib berishga bir qadam bosishni, yordam qilishni chaqiriq qilaman. Ammo O'zbekistonda Uyg'urlar madaniy markazi bor. Bu markazlar biror bir bayonot yoki biror bir talab qo'yishi mumkinmi hukumatning oldiga? Hukumatga onda bir talab qo'ymaslik mumkin, chunki ular endişe qiladi, qo'rqadi yana. Eski burundan O'zbekistondagi Uyg'urlar o jihatdan aktiv bir faoliyat qilamidi, nimishqa ruxsat qilmaganlik uchun. Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida axborot dunyoga tarqalar. Bu masala BMT miqyosida ko'tarilar ekan, rasmiy Pekin mamlakatda qayta tarbiyalash lagerlari qurilganligini tan oldi. Faollarga ko'ra bu lagerlarga Sharqiy Turkistondagi musulmonlar, Uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar joylashtirilmoqda. Ularni qayta tarbiyalash
mahkumlarni dindan uzoqlashtirish, ateizmga dohil adabiyotlarni majburan o'qitish, ba'zi hollarda musulmonlarga cho'chqa go'shti berilishi bilan ham kuzatilmoqda. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.